Assalomu alaykum, qadrli do'stlar, hurmatli qush ishqibozlari. Здравствуйте, дорогие друзья. Siz YouTube kengliklaridagi Sayroqi mo'jizalari kanalidasiz. Mikrofon ro'parasida, kamera ro'parasida ham jurnalist va qush ishqibozi Nurmuhammad Isroilov. Дорогие друзья, вы находитесь на канале Pevchi Чудеса. Bugun biz bir alohida mavzuni tilga olish, uni atrofida fikr yuritish va to'g'ri tavsiyalarni bildirishni o'zimizga niyat qilib oldik va men bugun yolg'iz emasman. Bugun bir qator do'stlarimiz bilan siz juda yaxshi taniydigan avvalgi loyihalarimizdan roliklarini tomosha qilgan, maslahatlardan boxabar bo'lib kelayotgan iqtidorli qush parvarishlovchilardan Doniyor Mirkomilov xonadonidamiz. Bundan chamasi 2 yilcha oldin yoki 1 yil ekan, o'tgan yil edi. Menimcha shu vaqtlarga yaqin edi. Shu xonadonda mehmon bo'lgandik. Janub-Sharqiy Osiyo mamlakatlari qushxonlarini repertuaridan bahramand bo'lgandik. Men bilmayman hozir kim ovozi balandroq taralmoqda. Xullas, bugun biz uchovlon shu yerdamiz. Izzatilla Nurnazarov, Doniyor Mirkomilov va men. Qadrli do'stlar, bugun tilga olmoqchi bo'lgan mavzuyimiz oxirgi paytlar ayniqsa o'zini dolzarbligini ko'rsatib kelayotgan uy sharoitida yovvoyi sayroqi qushlarni parvarishlash emas, to'g'ri parvarishlash. Va bu holatni biz bozor bilan ham bog'laymiz. Toshkent shahridagi eng mashhur bozor shanba kuni Qoraqamishdagi bozor va mana shu bozordan tayyorlanadigan roliklarimizda ayniqsa oxirgi yillar qulog'imizga tez chalinib borayotgan bir so'z bor. Biror bir qush agar sotuvga chiqsa, oluvchi inson bu nima bilan oziqlanadi degan savolni beradi va sotuvchi inson ko'pincha bitta javobni beradi: hamma narsani yeydi. Va bu javob, bu qaysidir ma'noda qo'rqinchli javob hisoblanadi. Bu javob bozordan ijtimoiy tarmoqlarga ham bugun ko'chgan. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda qushlarga bag'ishlangan juda ko'p guruhlar bor. Yosh qush ishqibozlari qaysidir qushlar haqida so'raganda o'sha qushlarni sotayotgan odamlar, ya'ni shundan tirikchilik qiladigan odamlar nima bilan oziqlanadi degan savolga hamma narsani yeydi deydi. Unday bo'lishi mumkin emas. Hamma narsani yeydi degan javob bu keskin, ildizan, mohiyatan noto'g'ri javob hisoblanadi. Har bir qushni o'zini ratsioni bor, qaysidir qush, qaysidir hasharotga ko'proq ehtiyoj sezadi, tanlanadigan qafaslar, bu hammasi ahamiyatli jihatlar. Дорогие друзья, я прошу прощения, что долго говорю. Этот проект, именно наша сегодняшняя передача, именно подразумевает долгий разговор, так как эта тема уже давно назревала. Кстати, мы сегодня находимся у Доньора Миркомилова, вы его очень хорошо знаете. Камеру держит наш друг Иzzatilla Nurnazarov. Мы трое сегодня у Доньяра и решили обсудить очень актуальную тему на сегодняшний день. Мы хотим поговорить о правильном содержании. Вот в последнее время, я немножко подчеркнул на узбекском, в последнее время вот на нашем птичьем рынке вот такая история идет, когда вот человек спрашивает вот именно какую-то птицу, скажем, ну, может райская мухоловка или какая-то другая птица, да, для его взгляда новая птица. И у продавца, когда он спрашивает: а классная птица, а как поет, а чем кормить, то есть этот вопрос очень актуальный, чем кормить. И тот отвечает, что она есть любой корм, то есть сюда входит и наша еда, то есть какие-то макароны, спагетти или не знаю еще другие какие-то ингредиенты. То есть то, что человеку доступно, вот они говорят, утверждают, что вот это можно давать птицам. Вот как раз таки вот тут и большая ошибка идет. Как раз таки из-за этого многие птицы гибнут в домашних условиях. И мы сегодня решили на эту тему поговорить с нашими друзьями, коллегами. Xullas, shu mavzuni bugun yoritish niyatidamiz. Endi esa men kadrdan asta chiqaman. Qadrdon do'stlarimiz bosh kadrni egallashadi. Keyin qushlar haqida ham, kolleksiya haqida ham to'xtalib o'tamiz. Bu do'stlarimiz Izzatilla, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Doniyor, avvalo rahmat. Chorlaganingizga juda xursand bo'ldik. 1 yil oldin kelgandik Izzatilla. Shunaqa paytlar edi menimcha. 1 yildan oshgan bo'lishi ham mumkin. Endi Doniyor bilan kuni kecha gaplashganimizda o'tgan yilgi bor qushlardan faqatgina 2 tasimi qolgan dedilar. Ya'ni shu darajada hali shu ko'p. Endi bu qushlarni videosiga alohida to'xtalamiz. Doniyor, bular yo'q edi o'tgan yil. Yo'q, bu ham yo'q. Shayton qo'shyapti. Bu halal bermaydimi qushlar sayrog'iga?
hali bola. Boshida bir hafta 10 kun ta'sir qildi. Shu ham qushlarga ham o'rgandim. Oyoq yo'lbars ekan bu. Yo'lbars. Bu qushlar haqida alohida to'xtalamiz. Izzatilla, Doniyor, bugungi lavhamizni asosiy bosh yo'nalish mavzusi, mana bu taraf bunisi ham bor bu yerda, ikkitami shu. Bosh mavzusi o'sha hali aytganimizdek to'g'ri parvarishlash. Bu haqda men bejiz sizlardan intervyu olayotganim yo'q, chunki bugungi kunda Doniyor bilan Izzatillani avlodi, ya'ni bu insonlarni tengqurlari, bulardan ozgina kichikroq qush ishqibozlari bu insonlarni ijtimoiy tarmoqlarga joylagan roliklari, bergan maslahatlariga juda amal qiladi. Buni tan olishimiz kerak va bu insonlar uyda qushni qanaqa parvarishlasa, ya'ni sizlarning parvarishinglarni ko'rib, o'sha insonlar ham sizlarga taqlid qiladi. Shuning uchun sizlarning so'zlaringlar, fikrlaringlar, tavsiyalar juda ham ahamiyatli. Bu borada shu bugungi ko'tarilgan mavzu haqida gaplashmoqchi edik. Endi qurtxo'r qushlar ikkalovilarda ham ko'p. 10 tomondan boshlasak, Izzatilla, mana bu tomonroqqa o'tib olamiz qushlarning foniga. Kadrimizda qushlar ham bo'lsa. Izzatilla, sizning fikringiz qay darajada o'sha tendensiya xatoli, ya'ni nima bilan bersak bo'ladi? Eng keragi o'shani qafasda berilganda o'shani qush yesa bo'ldi. Demak, unga to'g'ri keladi shu ozuqa degan gap qay darajada to'g'ri va noto'g'ri bo'lsa, bu aynan nimasi bilan xatoli hisoblanadi? O'zi uzoq tarixga birinchi nazar solishimiz kerak edi. Masalan, qadimda aytib kelingan bulbulni boqib bo'lmaydi uyda. Bu nimadan kelib chiqqanki, ya'ni o'sha bulbul o'rganilmagan, ya'ni uni tabiatda nima bilan ozuqalanishini bilishmagan, bizdan oldingi bo'lgan deylik o'sha 900-yillarda, deylik o'sha 950-yillargacha desak bo'ladi, 1950-yillargacha masalan bulbulni hech kim tutmagan, chunki hamma o'sha o'zi bilgan bedanaga beradigan, kaklikka beradigan, ili sava kokillarga beradigan donini bergan, bulbul uni soответственно yemaydi, zavol topavergandan o'sha hech kim bulbul uyda boqmagan. Keyinchalik mana o'sha Yevropani, Rossiyani, o'zimizda ham olimlar tadqiqoti bilan o'sha именно hasharotxo'r qushlar, donxo'r qushlarga o'sha bo'lingandan keyin o'sha bu narsa ochildi. Ya'ni hasharotxo'r qushlarga aslan ularning ozuqaviy manbasi hasharot va mevalar. Yagidalar, o'sha meva, shunga o'xshagan narsalar. Donxo'rniki don. Hech qaysi bir qush tabiatda insonni ovqatini, oshni yoki sho'rvani kelib turib, ilani ba'zi internetlarda da eshitib qolamiz. Что nima bersang yeydi, ana qora shaqshaqqa ayniqsa bu terminni juda ko'p qo'llashadi. Shu uydagi ana itga ham berilmaydigan yuvindini berishi, pamoyi ana qilishadi. Tavsiya qiladi ko'pchilik qora shaqshaqqa. Endi to'g'ri tabiatda qora shaqshaq yerlarda hasharot qidiradi, ya'ni chuvalchang, shunga o'xshagan yer ostidan chiqadigan har xil qumursqalarni qidirib, barglarni titib turib, o'ziga ozuqa qidirganini ko'rgan ovchilar o'ylaydiki, hamma narsa yeydi, lekin na samom деле bu juda fojiali. Chunki hasharotxo'r qushga hasharot emasdi, qanaqadir inson uchun o'ylab topilgan, ichida ximический добавкаlar bilan tayyorlangan sosiskalarni tavsiya qilishadimi, makaronlarni, dashtraklarni, которые o'sha даже odam organizmi uchun ham nima deydi, ana foydadan ko'ra zarari ko'proq bo'lgan mahsulotlarni tavsiya qilishadi. Bu juda nima deydi, ayanchli. Darvoqe shu o'rinda ozgina aytib o'tmoqchi edim, hurmatli do'stlar, bizni kanalimizni butun dunyoda tomosha qilishadi YouTube orqali va sobiq ittifoq mamlakatlarida ham juda ko'pchilik, har xil millat vakillari ko'rishadi. Shu bois loyihamizni asosan ikkita tilda olib borishga harakat qilamiz, o'zbek va rus tillarida. Уважаемые друзья, вот вам известна вот наша сегодняшняя тема о правильном содержании птиц. И вот Izzatilla сейчас очень хорошую деталь затронул. Он сказал, что многие на сегодняшний день предлагают кормить птиц, насекомоядных птиц, дошираками, сосисками, да, несколько лет тому назад тоже вот такая тенденция была, вот можно кормить запросто вот сосисками, главное, вот когда им говорите, а почему так, они говорят, а что тут плохого, главное, птица берет. Вот это очень плохо, и он подчеркнул, как
популярный ресторатор Узбекистана, он подчеркнул, что одним из больших минусов являются именно добавки, да, вот Да. химические добавки. Да, вот да, это как вот раз эти таки, добавки то есть нарушают у птиц пищеварительные вот эти все процессы, Обмен и веществ. на оперение, это влияет и на пению. Потом сидят, думают, а почему мой соловей не поет, или же мой дрозд не поет. Да нет, потому это что в ты- лучшем случае, Да, 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 если потому не что ты- погибли птицы. Да? Да. Потому что ты кормишь не тем. Поэтому надо здесь. Rahmat, mana izzatilarni fikrlarini Doniyor, endi bu borada sizni ham albatta o'zingizni fikrlaringiz bor, chunki siz bugungi kunda qushlarni uy sharoitida parvarishlash yo'lida o'zingiz ozgina kamroq ovqat yesangiz ham shu qushlarga yaxshi ozuqa bo'lsin deb intiladigan ishqibozlardansiz. Bu borada sizni gaplaringiz talaygina bo'lsa kerak, menimcha qanaqa izoh berishingiz mumkin va yosh qush ishqibozlariga qanday tavsiyalar berishimiz mumkin? Ya'ni shu noto'g'ri ma'lumotlar girdobiga tushib qolmasliklari uchun ta'siriga. Endi o'sha mana bozorlarga tushishadi yangi ishqibozlar, ovchilardan so'rashadi. Qiziqadi, endi ko'radi, yoqadi, o'sha qush boqqisi keladi. Nima yeydi deydi, nima ozuqa bersa bo'ladi, qanaqa qapas kerak deydi. Bu ovqatni yeyaveradi deb javob beradi. Nimaga? Chunki u yangi ishqiboz, agar o'sha qushni kerakli ozuqalari hozir masalan xilma-xil, masalan, любой turini topsa bo'ladi. Oldin bir xil granula bilan boqilganda, hozir Italiyaniki bor, masalan Belgiyaniki bor, xilma-xilda variant juda ham ko'p. Agar mana shunaqa ozuqalar berasan desa, u qushni olmasligi mumkin-da, chunki hisoblaydi. Ana nima desa bo'ladi, qancha pul ketadi, qimmatga tushar ekan deydi-da, olmaydi qushni. Bo'l o'shaning uchun hammasi emas, ayrimlari shu любой narsani bersa yeyaveradi deydi-da. Nejba sotish masalan-da, hammasi emas. Bor shunaqalar. Endi qapasga qushni solgandan keyin javobgarligi bor bo'ynida, masalan. O'sha qush uchun nima ozuqalar chiqarilgan bo'lsa, o'sha bilan boqish kerak. Endi любой narsani yeyaverishi mumkin, ya'ni tirik qolish uchun. O'sha insonni ham bitta qapasga solib 2 kun ovqat bermasa, po'choni ham yeydi, tarakanni ham yeydi tirik qolish uchun. Unaqa bo'lish kerak emas. Qush o'sha o'zi qapasda o'tirganidan xursand bo'lish kerak, maza qilib yeyish kerak-da. Shuni aytmoqchiman. Keyin Buni endi Doniyor, mana ayniqsa bozorlarda bugungi kunda har xil qushlar chiqadi. Mana nimaiki uchsa, hammasi bozorga chiqadi. Mana kuni kecha bir bloger do'stimiz tasvirga olibdilar, bozor, Toshkent shahridagi qush bozori. Tasvirga olganlarida men kichkinagina lavha edi, bu 25 daqiqalik. Men o'sha lavhalarni ko'rdim. Jannat qushlari deymiz, o'shalarni ham olib chiqish kerak ekan. Vaholanki hozir iyun oyi, mana bugun 5-iyunda tasvirlarni amalga oshiryapmiz. Bu payt ularni ko'payadigan vaqti. Shunda endi oddiy hali qushni yaxshi tushunmaydigan inson sifatida bu qanaqa qush degan savolni berdilar. Bu jannat qushi. Xo'p. Ikkinchi savol, sayrog'i qanaqa? Sayrog'i yaxshi deb ta'riflandi. Ya'ni plyuslar ketyapti. Inson olishi keladigan plyuslar bu. Uchinchi savol, nima bilan oziqlanadi? Bu mantiqiy 3 ta savol. Shunda qush ishqibozlar, o'sha ovchilar, sotuvchilar hamma narsa yeydi degan javob. Ya'ni bulbullarga kelganda ham, ayniqsa bechora sho'rli, qora shaqshaqlarga mavzu taqalganda hamma narsa yeydi degan. Buni tagida asosiy ko'zlangan maqsad, tushunishim bo'yicha, shu qushni tezroq sotib olish, ya'ni biznes yurish, o'sha tijoriy maqsad menimcha. Chunki boshqa holat, ya'ni agar o'zini ozuqasi bor, hasharot bilan oziqlanish kerak, kepay qurti olinish kerak desa, menimcha bu ancha uzoq voqea. Kimdir uni qilishi mumkin, kimdir qilmasligi mumkin. Bizani bugungi suhbatimiz, muloqotimizni asosiy maqsadi ham, hurmatli do'stlar, shu masalada bilimni ko'paytirishga harakat qilinglar. Ya'ni bozorda bo'ladimi yoki ijtimoiy tarmoqdami qaysidir qushlarni boqish sizlarga juda ham oson. Voy shuni olsangiz bundan qulay yo'q. Bir siqim donini sochib qo'yasizlar, bemalol 3-4 kunga yetadi degan javoblar beriladigan bo'lsa, albatta bu javoblarni chuqurroq tahlil qilinglar. Shunda Doniyor, masalan, Doniyor Izzatiliz qush ishqibozlari sizlarga bemalol murojaat qilishlari mumkin. To'g'ri maslahatda gap katta.
masalan so'rash mumkin-ku. Axir so'ragan olim deydi. So'ramaslik inson o'ziga o'zi zolimlik qilishi mumkin va bu zulm nafaqat o'ziga o'zi, balki o'zini soyasida bu parvarishlayotgan qushchalarga ham bo'ladi. Endi ijtimoiy tarmoqlarda sizlarni topish mumkin-a, bemalol. Bemalol o'sha Telegramdan ko'pchilik yozadi, savollar berishadi. Qo'ldan kelgancha javob berishga harakat qilamiz. Qo'ldan kelgancha vaqt bo'lganda shaxsiylaringizga ancha xatlar keladi. ha, ko'pchilikdan keladi. Ko'pchilikdan keladi. Endi o'zi qush boqishni niyat qilgan odam oldin o'rganish kerak-da. O'sha ilmini ozgina bo'lsa ham, nima sohada bo'lsa ham baribir ilm kerak-ku. O'rganish kerak, o'shani qanaqa boqiladi, qanaqa qafasda boqish kerak, masalan, qanaqa sharoit qilib berish kerak. Oldin o'rganib, keyin qushni olinsa, o'ziga ham, qushga ham masalan zarar bo'lmaydi-da. Mantiqan to'g'ri bo'ladi. To'g'ri ham bo'ladi. O'sha nima desa bo'ladi, keyin o'sha ko'pchilik ovoladi-da qushni. Keyin so'rashadi gruppadan. Nima bersa bo'ladi mana qushga deb videosini tashishadi, qush уже holi qurpay bo'lgan, nima bersa bo'ladi, qanaqa boqiladi. U katta xato-da bu. Bu baribir o'sha olgan odamning bo'ynida qoladi. U ani bilmagani ayb emas, nima desa bo'ladi, aybidan soqit bo'lmaydi-da. Bilish kerak, oldin o'rganish kerak. Bilmasdan o'ldirib qo'ysa ham baribir javobgar bo'laveradi o'sha narsaga. Endi oldin kitoblardan o'rganardik. Ha, endi rivojlanmagan payt. hozir masalan Google ga kirib любой qushni qidirsa, hamma ratsioni, areali, любой narsa informatsiya bor-da, hamma informatsiyalar bor. Endi gruppalarda bir xilda so'raydi, endi javob beradigan odam ham noto'g'ri gapiradi-da. Endi o'zini nima desa bo'ladi, biladigan qilib ko'rsatkisi keladimi, tezroq tanilgisi keladimi? Sirazi javob beradi. Ha, bittasi qora shaq-shaq so'rayapti, nima bilan boqiladi deyapti. Bo'ktirilgan non bersangiz ham bo'ladi deyapti-da. Ha, maslahat, ya'ni ikkita odam muloqot qilyapti. Yo'q, bu gruppaga yozyapti. Undan so'ramayapti. U sirazi javob beryapti-da. Bo'ktirilgan non bilan boqsangiz ham bo'ladi deyapti. Ekan, men aytdim unga. Noto'g'ri maslahat beryapsiz, yangi ishqoz bo'lsa, bu xalitdan shunaqa o'rgansa, keyin ham kimdir so'raydi bundan, qanaqa boqiladi, nima beriladi. U ham shu maslahatni beradi. Bu borgan sari pastga qarab ketaveradi-yu, masalan-da, qush boqish sharoiti, qora shaq-shaqqa. Men aytayman, nima unaqa maslahat beryapsan desam, любой narsa yeyveradi-yu, musulxonada ham titkilab, любой narsa yeyveradi-yu, deyapti, musulxonada hasharot bo'ladi, har xil pashshalar bo'ladi. Ular ham baribir axlatga keladi-ku. O'shalarni topib yeydi, baylarni tegini titkilab, chuvalchaklarni topib yeydi. U bo'ktirilgan nonni yeganini ko'rmagandirsan, deyman-da. Endi deydi, bizani sharoit aniq poзволяет qilmaydi, ya'ni sizlar zo'r narsalar berib boqasizlar, yaxshi ovqatlar berasizlar. Hamma ham unaqa boqa olmaydi-yu, deydi. Sharoitini qilib berishga uyerinmasmiz, boqma. To'g'risi-da. To'g'ri. O'zini oldin hisob-kitob qilish kerak. Shuni boqa olmaymanmi, shunaqa ovqatlarni bera olmaymanmi? Sharoitni ko'tarsa, boqish kerak. Bo'lmasa bekorga qushga ziyon bo'ladi-da. Hech bo'lmasa oltin o'rta aralari tanlash mumkin. Masalan, juda qimmat donlarni olmasa ham, mana hech bo'lmaganda o'sha biz oldin tayyorlaydigan, mana eski kitoblarda ham yozgan-ku, mana tuxum, sabzi, keyin mol go'shti deb yozilgan. Mana yurak bo'lishi mumkin, kimdir baliq, mana shu 3 ta ingrediyentdan hech bo'lmaganda uy sharoitida bugun mana qush ishqibozlarni menimcha hammasini uyda sovutgich, muzlatgichlar bor. Bu muammo emas. Pichoq bor, qirg'ich bor, go'sht maydalagichlar bor. Masalan, tuxumni olish mumkin. Hech bo'lmaganda o'sha yumshoq ozuqani tayyorlab, o'sha bilan to'g'ri aytyapsiz. Oddiy kepay qurtdi bo'lsa ham. Mana oldin hech bo'lmaganda shunaqa boqishgan. Men rus tilida ham ozgina ovozlashtirib yuboraman hozir. Дорогие друзья, вот Doniyor рассказал очень интересную историю. Он очень активный на сегодняшний день в социальных сетях. В Телеграме у него есть большой канал свой, где собрались многие любители. И вот он говорит, вот недавно смотрю, говорит, вот двое общаются. Основная тема, линейная тема, черный дрозд. Да, черный дрозд. Первый говорит, вот, а чем кормить? Да? Чем кормить? Ну, человек, который не знает. А тот ему отвечает, ну, можно запросто кормить хлебом, намокшим хлебом, то есть прям воду его канувший, и смягченный такой хлеб, запросто на нем можно его кормить, содержать. И вот Доньор очень хорошо подчеркнул, вот откуда вот это мнение идет. Вот почему человек дает совет, что говорит, вот
можно и хлебом кормить, а как хлебом? Он продолжает, он говорит, а что, хлеб же нормально? Черные дрозды-то мы видим иногда вот рядом с помойками, там рядом с мусорками тоже копошатся, что-то собирает. И вот тут таки как раз очень важная деталь идет. Действительно, некоторые птицы вот копошатся, вот где вот эти помои, да, но не из-за помоя они там копошатся, а из-за того, что там обилие насекомых. Может быть, там какие-то мухи, комары или какие-то другие червячки, бабочки. То есть множество насекомых могут быть. Вот как раз-таки они не для помоя туда прилетают, а вот именно на фоне помоя они вот ловят там насекомых. А человек визуально невооруженный и не слишком глубоко понимающий содержание птиц, а он-то подумает, ой, помой, мусорный бак, какая-то птица здесь, значит, вот черные дрозды, все, он питается, значит, вот этим и содержать. То есть вот такой подход, как раз таки, вот именно неправильный поверхностный подход, вот он поэтапно далее разрушает это все. То есть вот от этого нужно как бы избавляться и нужно всегда советоваться. Вот наша сегодняшняя беседа именно построена на то, что если человек не знает, а он может не знать, потому что мы тоже очень многое не знаем, но у нас есть возможность спросить это все. Вот, то есть банально можно спросить, вот кто-то знает, вот у него можно взять хороший совет. А теперь вопрос возникает, а откуда найти человека, вот именно дающий хороший совет? Ну, о нем-то многие уже говорят, его знают многие, например, вот в социальных сетях, вот Затилла, Доньор, вот Олимджан, это такие люди, которые уже, они определенное время содержат и очень разных птиц содержали. То есть у них есть своя база вот насчет этого, и они могут вот советоваться. Вот Шавкат Ака есть, он несколько десятков лет занимается птицами, вот. Ему тоже можно просто банально написать и можно спросить, он никогда не откажет советом. То есть вот это все надо собирать и спрашивать. А у нас вот мы почему-то ищем именно легкий путь. То есть, буханка хлеба, конечно, это доступно, купил там, намочил хлеб и дал птице. Конечно, для того, чтобы не умереть, птица будет этот корм брать. Но это не значит, что на нем надо содержать. Может, какую-то часть хлеба действительно надо птичкам, но это не является основным кормом. Doniyor, yana bitta savol bermoqchi edim. Mana siz ijtimoiy tarmoqlarda juda faolsiz. Ko'pchilik sizga xat yozadi, shaxsiyizga, qushlar bilan bog'liq. Hech esla olasizmi, eng sizni kuldirgan savollarni, mana eng g'alati nazaringizda va eng ko'p beriladigan savollar. Bo'ladimi shunaqa? Voy, nahotki shu darajaga ham pasayishimiz mumkin deb boradi-yu inson savol. Shunaqaga o'xshash savollar bormi? Ya'ni o'sha rashingizni keltirgan. O'sha hozir aniq eslolmayman. Endi o'sha bir xilla so'raydi, o'sha ozuqasini so'raydi. Keyin mamnaqa desam, menga mamnaqa maslahat berishdi deb hozirgi kulgili narsalarni aytadi-da, ya'ni o'sha rolton deydi. Roltonni suvga bo'ktirib bersa ham bo'ladi deydi, yeveradi deydi. Yana bittasi markazda mochkichiri berib qo'yibdi-da qora shaqshaqqa. Shunaqa maslahat berishdi deydi. Srochni dedim, oling dedim. Mochkichirini o'zingizdan yemasangiz kerak dedim-da. Kulgili savollar bo'ladi, aniq to'g'risi hozir eslolmayman. Bo'ladi, bo'lib turadi. Juda ko'p bo'ladi unaqa narsalar. Endi Zatilla har doim kadr ortiga o'tishni yaxshi ko'radi. Men ham qo'llardan kameramiz olaman. Zatilla, sizni fikrlaringiz qanaqa? Qo'shimchalar bormi birorta? Yo'q, albatta aka, qo'shimchalar ko'p. Birinchi ochilishda hammaga insof so'raymiz, ya'ni o'sha maslahatni berayotganda qush ishqibozlariga ozgincha bir to'g'ri yo'naltirish kerak. Ulardan o'zini maslahatini inson ayamaslik kerak-da. Endi biz ham o'zimizdan o'zimiz bilib olganimiz yo'q. Biz ham so'raganmiz ustozlardan, sizdan, boshqa ustozlardan, hammadan so'rab o'rganganmiz-da. Ya'ni hozirgi kunda O'zbekiston sharoitida hasharotxo'r qushlarga beriladigan ozuqalarni xilma-xilligi, masalan, Xitoyda faqat Xitoyning o'zini mahsuloti bo'lsa, Yevropada ko'proq Yevropaning mahsuloti bo'lsa, bizda hozir Yevropa mahsulotlari bor, Xitoy mahsulotlari bor. Malayziya, Indoneziyadan kelgan kormlar bor. Italiya, Ispaniyadan o'sha Shavkatga olib kelyaptilar, masalan, kormlar bor. Juda ko'p. Ya'ni masalan, o'sha sabzi, tuxum, olma, yuraklarni даже tayyorlashga erinadigan insonlar uchun даже har xil ko'rinishda, patey ko'rinishida, granula ko'rinishdagi ozuqalar bor. И hasharotlarni ham hozir o'sha qush
boqadigan gruppalarga kirsangiz, chigirtka. Uni ikki xili, qorasi, bananvisi, keyin zafobus, keyin muchnoy cherv, shu hammasi bor. Hozir даже kapalak ham topilyapti mana hozir. Pillani kapalaklari, g'umbaylari, ularning qurtlari har xil, juda ko'p. O'shalardan olib boqish kerak. Darvoqe kapalak dedinglar, bu juda qiziq, kerakli mavzu. Ozuqani faqat jonli ozuqani bir xil shakli emas, balki bir nechta bosqichi, ya'ni qurt bosqichi, qo'ng'iz bosqichi, kapalak shakli. Masalan, bugungi kunda mana haqiqatdan ham ipek qurtlari bilan ayrim qush ishqibozlari boqishadi, kapalakga aylantirib va ko'pincha ijtimoiy tarmoqlarda Doniyor va Izzatilladan biz eshitamizki, chunki kolleksiya bularda katta. Ipek qurtini kapalagidan qush juda yaxshi sayroqqa chiqdi deb. Bu haqiqatan isbotlandi bu narsa. Tez bilinadimi bu faollik? O'sha kunda даже bildirib yuboradi, даже 3 ta 4 ta agar menda yeb olsa, qafasda joy topa olmaydi o'ziga. Qaysi qushlaringiz Izzatilla? Mana shu yaqqol hasharotxo'r qushlarda, masalan, Gornay Niltava shunaqa sikatan rimba yeganda mana shunaqa edi. Hofiz bulbullari, ayniqsa Evilga juda sezildi. Zarg'aldoqda. Juda sezildi. Shu yegandan to'xtamay sayravotdi-da. Shamali ham juda zo'r. Ham yeydi, ham zo'r sayratadi. Masalan, hattoki Sadovay Kamushovka da o'zidan почти katta-da u kapalak. O'sha kapalakni maza qilib yeyapti. Juda zo'r sayrab ham beryapti. Bu ya'ni ozuqasi har xilligidan ham. Chunki qafasga kirgan qush tabiatdan ko'ra ko'proq narsa endi bera olmaymiz, lekin shu narsaga harakat qilishimiz kerak. Ya'ni uni granulasi, uni ichida masalan 3 xil qurt solinadi. Даже o'sha chorniy livinkani pashshasini ham bersa bo'ladi, lichinkasini ham bersa bo'ladi, juda ko'p. Shuning uchun ozuqasini har xil qilib beraverish kerak. Ozuqasini raznavrazi qilganingiz sari qushning kayfiyati ham ko'tariladi, har xil ko'rinishni oladi. Qurt razmeri katta, kichkinasi bor, uni kuklasi bor, kapalagi bor, g'umbagi bor. Har xil variatsiya bo'lgandan keyin uje qush o'zini boshqacha his qiladi-da, o'sha boqayotgan odamning o'ziga yoqimli bo'ladi. Albatta minnatdorchiligini bildiradi. Ko'radi. Qush xursandligidan ham chiroyli sayrab berib, o'sha boqayotgan odamni xursand ham qiladi-da. O'zi narx-navosiga to'xtaladigan bo'lsak, bugungi kunda bozordagi eng arzon jonli ozuqa bu shu chorniy livinka qora askar, menimcha. Unaqa qimmat emas, kilosi. Kilogrammi 15 ming. 15 ming. Undan yuqoriroq emasmidi? 20-30 minglarga chiqmaganmidi? Yo'q, men oxirgi olganimda 15 ming. 1 kilosi 15 ming. Ha, 1 kilosi 15 ming edi. Kepek qurti ham endi mavsumda, hasharotxo'rlarning mavsumida ko'tariladi, keyin yana bir sredniy va $10 ushlab turiladi o'rtacha. 1 kilosiga 10. Endi ozgina qimmat, chunki qurtchilar ham biladi-da. Ha, qaysi payt. Hamma bulbul boqyapti, hasharotxo'r qushlarni boqishni boshlandi. Ularni sayroqqa chiqarish uchun ko'proq qurt iste'mol qiladi qush. Endi qurt ko'proq ketgandan keyin qurtchilar ham sootветственно ozgina narxini ko'tarib sotishadi. Endi qurtchilarning o'zini pravdasi bor. Biz spesial narxni ko'taramiz, shunaqa hamma ham ola olmasin. O'shanda bulbulni aniq qilgan bo'lamiz deydi-yu, lekin buni tagida boshqa, ya'ni don topolmadik, boqma. Falsafiy Roltingga qaytib olishadi yana. Ha, o'sha qaytangi roltingga sababchi bo'ladi. Bo'lkan non, o'xshatganini bilishmayapti-da o'zligi. Ipek qurtini bugungi kunda narx-navolari qanaqa? Menimcha bu ham juda qimmat. Qurti yo'q, juda qimmat emas. Buni ham kilosi 100 ming so'm, mana shunaqa edi. Bu g'umbeylarni? Ha, g'umbeyga ham, qurti ham mana shunaqa edi aka. Ha. Qurti ham, g'umbeyga ham mana shunaqa holatda sotiladi. G'umbey ozginadan keyin bir haftalardami kapalakka aylanadi. Uni muzlatkichda darvoqe bemalol saqlashimiz mumkin. Kapalakni olib turib saqlasa bo'ladi, ha. Qurti nimasi akam? Chigitga ham muammo bor. O'sha bananli chigitga deymiz, qora chigitga. Lekin chigirtka ozgina qimmatroq, ha? Ozgina. Donalab sotiladi. 50 donasi hozir adashmasam 30 ming bo'ldi. 25 ming. Ha, 25 ming 50 donasi. 50 donasi. Qimmatroq qorasimi yoki oqimi? Bananvisi qimmatroq ham, chunki uni ozgina vrashirnida bularda hozir to'g'ri texnologiya tanlanyapti. Uni ko'paytirish qiyin bo'lgani uchun ozgina o'shanisi qimmatroq. Lekin qorasi ham foydali. Uni chunki qanotlari qalinroq, qushning aslida qanot iste'mol qilib tursa yaxshida. Ya'ni mana o'sha yumshoq qanotli, rayskiy muxolovkani so'ragan paytda ovchi to'g'ri javob berish kerak-da. U rayskiy muxolovka
muxalovka, ya'ni pashsha tutar. Jannat pashsha tutari. U uchib yurgan narsani bilan ozuqalanadi. Ya'ni uchib yurgan narsa bu pashsha, o'sha qanoti bor kapalak, chigirtka, Ninachilar bor. ninachi, shunaqa narsalar bilan ozuqalanadi. Bu narsani to'g'ri tushuntirish kerak. Ya'ni hattoki o'sha qushlar uchun olinadigan ichida hasharoti ko'p miqdordagi granula bilan qanoti bor bilan kepak qurtib bersangiz desangiz ham zo'r bo'ladi-da. Endi hamma narsa deganda endi ularni ham hamma narsalarni tasavvur qilaverish kerak-da. Yo, endi Qanaqa bilmagan hamma odamga narsaga, tushuntirib berish kerak-ku. Hamma narsani ichiga nima kiradi asosan? Albatta, Bilmaydigan odam bilmaydi-ku. Hamma narsa deganda hamma narsa bo'lishi mumkin. U kolbasa bo'lishi mumkin, sosiska, qazi bo'lishi mumkin yoki yana boshqa ozuqalar qanaqadir. Уважаемые друзья, сложно иногда вот прям одновременно вести на двух языках, но я постараюсь донести вкратце мысль. Вот сейчас о живых кормах мы общаемся. Доньор, Затылла, они очень утрируют кормление вот на живые корма, то есть они всегда разнообразят. И вот сегодняшний день у нас доступно на рынке, значит, мучной червь, зоофобус, банановые сверчки, там черный и белый есть, светлый. Еще у нас есть черная львинка, да, кстати, одна из самых дешевых кормов у нас. И тутовый шелкопряд, да? Кстати, вот именно Затылла, Доньор, кстати, я тоже практикуюсь на бабочек. Вот мы как бы выводим бабочек, куклы превращаются в бабочки, и вот бабочками кормим. Их в морозилке тоже несколько месяцев можно хранить. Кстати, для таких птиц, как мухоловки и садовые камышовки, вот отличный корм, да? Doniyor, yana qanaqadir qo'shimchalarimiz bormi? Mana endigina qurtxo'r qushlarga qiziqib kelayotgan odamga birinchi bo'lib tavsiya qilish mumkin bo'lgan tavsiyalaringiz. Masalan, sizni topa olmadi deylik. Sizni yoki Zatillani topa olmadi, so'ra olmadi. Lekin bozorda bitta chiroyli qush ko'rib qoldi, ko'ziga juda yoqdi. Shu qushni olish niyati paydo bo'ldi. O'sha vaqt olishi kerakmi yoki ozgina sabr qilish kerakmi? Agar o'sha ozgina bo'lsa ham nima desa bo'ladi. Bilimi bo'lmasa, olmagan yaxshi. Ya'ni birinchi dastlabki tasavvurlar. Gruppada bilib maslahat beradiganlar ko'p, faqat biz emasmiz, biladiganlar ko'p. Endi Telegram bo'lgandan keyin masalan savol beriladi. Qachondir kimdir vaqti bo'lsa ko'rsa, kirib javob berishi mumkin-da. Ungacha nima desa bo'ladi? Opti yo'q, staji yo'q, bilimi yo'qlar javob berib qo'ymasa, baribir biladiganlar ko'p gruppada. Yaxshi maslahat berishadi. O'sha qushni iloji bo'lsa oldin so'rab, mana shunaqa qush olmoqchiman. Endi qush boqqandan keyin uni qush boqadigan tanishlari bo'ladi baribir. Kimdir baribir ta'sir bo'ladi-da o'shani. Sababchi bo'ladi. O'zidan o'zi ana tanish bilishida qush boquvchi yo'q bo'lsa, o'zidan o'zi qush boqib ketmaydi. Kimdir sababchi bo'ladi o'sha narsaga. O'shandan biladigan odamlardan so'rab, mana shuni boqmoqchiman. Nima deysiz? Nima berib boqsa bo'ladi? Oldin so'rab, maslahat olib, o'sha qushni boqishga uvering bo'lsa, ishonchi bo'lsa, boqish kerak olib. Masalan, o'sha iloji bo'lsa oldindan so'rab olib, keyin boqsa yaxshiroq. Endi baribir jonzot qafasga solganimizdan keyin u baribir bizning qo'limizga qaramda. Xohlagan ovqatini, xohlagan hasharotini topib yeyolmaydi. Berganingiz yeydi. O'shani oldin javobgarligini his qilib, keyin olgan yaxshi. Qushni. Любой jonzotda, faqat qushda emas. Hammasiga javobgarmiz boqqanimizdan keyin. Endi mana bu bir necha 10 yillik avlodlardan beri kelyapti. Mana Roshan aka, Baxtiyor aka, Shavkat akalar bu 70-yil yoshlari. Mana 60-yillarda tug'ilishgan, 70-yil yoshlari. Biza 70-yillarda tug'ilganmiz, 80-yil avlodimiz biza. Endi sizlar hozir yosh avlodlardan, ya'ni sizlarniki 90-yil yoshlari hisoblanadi va bundan buyog'igacha kelayotganda. Bu 10 yilliklarni agar hisobga oladigan bo'lsak, mana 30 yil bo'layotgan ekan, uchta 10 yillikni olsak, qushlarni uy sharoitida parvarishlash keskin o'zgardi. U qafas tanlashdan tortib to ozuqalar. Bugun chindan ham juda rivojlandi, ayniqsa O'zbekistonda uy sharoitida yovvoyi qushlarni parvarishlash juda yuqori darajaga chiqqan. Lekin shu bilan bir qatorda
yoqimsiz natijalar ham bor. Ya'ni ishqiboz ko'paygani sayin buni qanaqadir boshqa minuslari ham bor. Bugun mana bugun 5-iyun, ya'ni 2024-yil 5-iyun kuni tasvirga olyapmiz. Lekin shu bugungi kun ham Doniyor Izzatilla qush bozorida bulbullar bor, qora shaqshaqlar bor, o'sha jannat pashsha tutarlari bor. Bu kasallikmi, nima bu Izzatilla yoki pul talvasasimi yoki shusiz tutmasdan yil 12 oy yasholmaslikmi, nima o'zi bu? Nima deb nomlanadi? Bormi bunga qanaqadir bitta so'z bilan nom berish mumkinmi? Endi bu o'zi bunday olib qarasa fojia o'zi. Bunday olib qarasa fojia, ya'ni ovchilar ham nima uchun ov qiladi? O'sha hammada baribir tagida zamirida pul, ya'ni maqsad pul topish, moliyaviy manfaat. Hozir shunaqa paytki, uni orqasidan bir narsa bo'ladigan summa ham emasda u qush. Agar deb o'ylasak, masalan, 10 ta raisga muxolofkani tutib olib keldi yoki deylik 10 ta hofizni qirdida, lekin har bir hofizni o'zini biz bilamiz ma'lum territoriyasi bor. Borgan sari uni tutib olib kelinyapti. Tutib olib kelingandan keyin noto'g'ri qo'lda parvarish topgandan keyin to'g'ri tushuntirmasdan, qanaqa boqishni o'rgatmasdan turib, uni boqishni bilmaydigan odamga berib qo'yatdi, u o'lyapti. Sootветственно, bizdagi hozirgi hofiz bulbullarini, qora shaqshaqlarni ahvoli уже qizil kitob. Men shunday deb o'ylayman, chunki qirilib ketgan. Hozir tabiatga ham chiqamiz, o'zimiz eshitmoqchi bo'lamiz yoki eshitib yurgan o'sha joyimizni sog'inib turib, borib tabiat qo'yniga chiqib dam olganda eshitamiz deb o'ylasak, o'sha yo'q bu yoqda hofiz. Yo'q. Modani o'zi titillab, narni qidirib yuribdi. Bo'ldi. Qush yo'q. Bir inson ham ijtimoiy tarmoqqa roliklarni tashlagandilar. Birorta nar yo'q, faqat modalar yuribdi. Faqat modalar titillab yuradi bo'ldi. Lekin u modani ko'payib, tuxum qo'yib, farzand qo'yish uchun nar kerak. Bular hamma narni, inayda даже modani ham tutib olib ketib sotishaveradi, chunki bulbulda o'zimiz bilamiz, ko'rinishida yo'q. Faqat sayroqdan ajratib, uni ham ovchilar agar insofi bo'lsa, insofidan kelib chiqib, nar yoki modaligini to'g'ri tavsiya qila oladi. Qora shaqshaqlarga kelsak, qora shaqshaqlar bo'ldi, mana o'sha ikkinchi kladkani ham qo'yib, bolasini parvarishlab, hozir yana uzoq 15 kun sayroqni o'rgatadi, shu bilan bo'ldi, to'xtaydi. Lekin qora shaqshaq hamon tutilyapti. Endi ovotgan odamlar ham даже ko'pchilik gruppadan so'raydi, ana tinmay sayrab yotgan qora shaqshaq kimda bor sotiladigan, u tinmay sayramaydigan, sayraydigan qushlar emas-da. Hofiz bulbuli ham, qora shaqshaq ham o'zini o'sha har bir vaqtlari bo'ladi. Men ko'proq kuzatishlarim davomida, ayniqsa namoz paytlarida ular juda avjlanib sayraydi. O'sha bomdod mahal, peshinga yaqin, asrdan oldin, shomdan oldin sayraydi. Bo'ldi, o'sha bulbul keyin o'sha tunda xuftondan keyin ham sayrab o'zini kuyini ijro qilib beradigan qushlar. Lekin qora shaqshaqlar o'sha bo'ldi, sayroqdan to'xtaydi, tullovga kirib ketadi. Uni olish kerak emas. Olmoqchi bo'lgan odamlarga ham men hozir internetda baribir ko'rishadi, tavsiya qilmoqchiman. Olish kerak emas. Bo'ldi. Uni qora shaqshaqni o'zini oladigan mavsumi noyabr oyidan deylik martda boshigacha olish kerak bo'ldi. 10-15-martgacha olinsa bo'ldi. Undan keyin olinadiganlar o'sha qush uchun ham, tabiat uchun ham, insonning o'ziga ham maroq bilan eshita olmaydi. Yanvarda, fevralda, martda zo'r kuyni ijro etadi ular. Baland kuyni ijro etadi, har xil kuyni ijro etadi. O'sha mahal eshitish kerak. Apreldan keyin o'sha hofiz bulbullari bo'ladi. Marhamat, hofiz bulbullarni eshitib, uni ham iyun oxirida o'sha tullovga kiradi, avgustda tullab, sentyabrda uchirib yuborsa, nazorat tabiat uchun bir foyda bo'ladi. Uni olib turib, yil 12 oy sayrataman deb, buni har xil preparatlar bilan sayroqga chiqaraman deb harakat qilishlar bilan hammasi qushni albatta zavoliga olib keladi-da. Shuning uchun maslahatim, mana o'sha hofiz bulbulni ham sotib olishni to'xtatish kerak. Raisga muxolofga har bir hasharotxo'r bizga uchib keladigan ayniqsa qushlarni o'sha sotib olishni to'xtatsa, o'shanda menimcha deyman, ovchilar ham chunki ketmayapti, sota olmayapmiz deb turib, balkim shu yo'ldan qaytishar. Ya'ni iyun oyi stop tugmasini bosadigan oy. Shunaqa. Hamma qushlar uchun menimcha, o'sha bizda uchiradigan hamma qushlar. Birinchisidan o'sha to'xtatish shart. Ozgina ovchilardan ham shu so'rab qolardik. Iltimos. O'zi aslida oriyati bor, o'zini hurmat qiladigan ovchi qush
ko'payayotgan paytda aslida tutmasligi kerak. Ya'ni haqiqiy erkakmiz-ku hammamiz, yigitmiz. Yigitmiz g'ururida bor odam shunaqa deb o'ylayman. Chunki qadimda ham bo'lganda bu narsa. Ovga chiqishgan, lekin Uni ularning o'zini ko'payish tartiblari bor. davrida o'sha imенно ko'payadigan mavsumida hech qanaqa jonzot ov qilinmagan. Va Hech qanaqa jonzot. Bu butun dunyoda haligacha shunday. Bizda bilmayman, hali ham nafs ustunda bularda. o'sha nafs masalalari, ha. Shu e'tiborli bo'lishimiz kerak, ertagining avlodga ham qolish kerak. Chunki bu xalqalar bir-biriga hammasi bog'liq. Daraxtlar qirqilib tashlaversa, qushlar tutib tashlaversa, ertangi qanaqa yaxshi toza havo haqida qanaqa qilib gapirishimiz mumkin? Menimcha mutlaqo mumkin emas. O'sha qushlarning populyatsiyasi saqlanishi daraxtlarni himoya qiladi, qurt-qumursqalarni stabillashtiradi, uni haddidan oshishiga yo'l qo'ymaydi. Lekin u hasharotxo'r qushlar maksimal darajada tutilinsa, ertagining daraxtlarni ham holi menimcha ayanchli kechadi. Keyin Doniyor, men so'ramoqchi edim, mana oldin bir necha yil oldin hech bo'lmasa modalarni tutmanglar degan gap bo'lardi. Hozir shu gapni o'ylab ko'rdim o'zimcha, mantiqa. Xo'p, modalarni tutmay, tinmay narlarni tutursa, nima yaxshiroq bo'ladimi? Mantiq nima bu yerda? Endi mana modalarni tutmayapmiz deydi, faqat narlarni ushlayapmiz deydi, modalarni mana qo'yib yuboryapmiz deb videolar qilishadi. Lekin u ham minusda, chunki modani o'zini qo'yib yuborsa nima foyda tabiatga? Nima bilan u nari bo'lmasa ko'paymaydi-ku qush. Moda uchun ham nar kerak-ku. Hadeb modani qo'yib yuborib o'zini oqlash yaxshi emas-da. Ular uchun ham nar kerak, balki. Ya'ni narni qo'yib yuborishga ham ozgina anaqa bo'lish kerak-da insonda. Insof bo'lish kerak. Zo'rini tutgisi keladi. Mana 10 ta bulbul sayrasa, eng zo'rini ushlashim kerak degan fikr bor. Agar har bitta ovchi eng zo'rini ushlab ketsa, u maktab ham menimcha bu maktabga ham ta'sir qiladi. Borgan sari otasini qo'shig'ini kam eshitgandan keyin o'sha sayrog'i ham qashshoq bo'lib qolib ketaveradi-da. Endi shunaqa ovchilar bor, men hurmat qilaman. O'sha ko'payadigan payti tutmaydi, qancha pul bersangiz ham. Uruchida qo'limni kesib tashlayman deydi, lekin tutmaydi. Shunaqalari bor. Men shu misollar bor, endi sanoqli, men hurmat qilaman shunaqa ovchilarni. O'sha kelgan paytida boshida ozgina o'sha modellar kelmasidan, ya'ni jushlanguncha, modasini topguncha tutadi-da. Keyin o'zi boshqa ishi bilan shug'ullanadi, ya'ni tirikchiligi bilan. O'zini kasbi bor, boshqasi bor. O'sha tomonlarni hurmat qilaman ba'zi bir ovchilarni. Endi bir xillar bor, tutaveradi, farqi yo'q. Ko'payadigan paytimi, jo'jasimi, modasimi, farqi yo'q-da. Hanna deydi, ani uzoq yo'llardan tutib kelishadi. Endi shahar atrofida pashti qolmadi-ku unaqa qushlar. Oldin ko'p bo'lardi, endi daraxtzorlar kamaygani hisobiga qushlar ham kamayib ketgan. Ayniqsa bulbullar uzoqlardan tutgandan keyin hanna deydi, benzin puli deydi, 5000 bo'lsa ham deydi-da, u yomon narsa-da, u xato-da. Shu 5000 qanaqadir sehrlangan raqam ekanda. O'tgan shanba 5000 lik qush chiqqan yana bozorga, chumchuq. Oddiy chumchuq 5000 so'mdan sotilgan. Mani oldingi roliklarimda ham, 2-3 yil oldingi roliklarda ham 5000 dan sotishayotganda, nimaga shu chumchuqqa 5000 undan ko'ra uchib yurgani yaxshi emasmi degan savolga ovchini oddiy javobi: hech bo'lmasa 1 litr benzinimni qoplaydi. Ya'ni shu bitta chumchuq bilan 1 litr benzinni ustini yopish. Mana shu joyda shu fikrni o'zida xatolik bor-da. Shu bilan yopish. U tabiatda yursa qanday zo'r-ku. Gapingizni bo'ldim. Endi bu tomonda faqat ovchini o'zi ham aybdor deb hisoblab bo'lmaydi-da. Biz ham sababchimiz. Masalan, o'sha payti ko'payadigan paytida o'zi qidiradi-da bir xilda. Ko'payadigan paytimi, boshqa paytimi, sayrab yotgani bormi, sayrab tushgani bormi, boshqasi bormi? O'zimiz ham sababchimiz. Talab borki, ular tutadi. Masalan-da, kimdir talab qilmasa, gruppada yozadi, "Men bunaqa qush bo'lsa olaman" deydi, qaysidir ovchi ko'radi, tutishga harakat qiladi. Masalan-da, o'zimiz ham sababchimiz, o'zimiz. Talab bo'lmasa, ular ham bekordan bekorga benzinni sarf qilib tutmaydi, masalan-da. O'zimiz ham sababchimiz. O'sha boqiladigan paytini bilib olish kerak. O'sha paytlarda iloji bo'lsa yangi qushlarni olib boqish kerak emas, ko'payadigan paytini. Baribir u hozir sayraveradi tabiatda. Masalan, bulbul ham sayrayotibdi. Mana 2-3 kun oldin tutdi deyapti, sayrab tushdi deyapti, sayraydi. U sayrog'i jo'jasiga sayroq o'rgatish uchun. Masalan, u maslanganidan emas, chunki o'sha modaga qo'shilgan, uni nima desa bo'ladi? O'sha garmoni bosilganda, so'ngan o'sha garmoni. U o'sha jo'jasiga sayroq o'rgatish uchun sayrayapti. Uni olib kelib qapasga solsangiz, u 100% sayramaydi.
100%. Даже modasiga ichkib ovqat yemasligi ham mumkin. Bunaqalar ko'p bo'ladi. Bir xillari mana xaltada olib kelyapmiz, sayrab kelyapti deydi. Bu stressdan, modasiga ichganidan, jo'jasi borligidan, stressdan, qo'rquvdan sayrayotgan bo'ladi. Ha. O'shandan sayrayotgan bo'ladi. U maslanganidan emas. Uni olib kelib qafasga solasiz, babi u sayrab bermaydi. Ha. Bittadan bitta Perenoskada sayrayapti, zo'r deb o'ylaydi-da. Bu Bu menimcha xato. o'sha yana iqtisodiyotga taqaladida, o'sha moliyaga. Ya'ni shunaqa qushlarni sotish osonroq, yaxshiroq pulga ketadi degan fikr bor. Shuning uchun oluvchilar, hurmatli do'stlar, ozgina saviyamizni oshirishimiz kerak. Bu keskinroq gaplar bo'lishi mumkin, lekin ko'ngilga botmasin, chunki bu mavzuda bong urmasdan turishimiz mumkin emas va jimlik hozirgi holat uchun yarashmaydi. Chunki bu bizning qushlarimiz, ayniqsa gapirayotgan Hofiz bulbuli, bu O'rta Osiyo endemiki. Endemik, yana bir bor qaytaramiz, bu ma'lum bir hududda o'zida ko'paygan. Mana Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlari qanaqadir orollar bor, o'sha orollarni endemiklari bor, Doniyor, mana Seyshel ham o'sha Seyshel orollarining endemiki. Ya'ni boshqa joyda bo'lmaydi. Qushni topish qiyin va ana shu orolda shu qushlarni maksimal darajada populyatsiyasini ushlab turishga intilinadi. Bu oddiy insoniy mantiqiy harakat. Biz ham shunga intilishimiz kerak. Erta indin bir necha 10 yillik albatta. 2 yil, 3 yil, 4 yil bo'lmasligi mumkin, balki 10 yil, balki 20 yilda Hofiz bulbullarini populyatsiyasi, ya'ni yoyilish darajasi keskin qisqarib ketishi mumkin. Bunaqa tempda ketishdi. Chunki to'xtovsiz mana iyun oyida ularni tutishyapti. Men aniq bilaman, iyul oyida ham bulbulni tutib olib chiqishadi. Avgustda ham tutib olib chiqishadi. Bir yilda 12 oy bo'lsa, 13 oy davomida, endi bu juda bo'rttirib gapiryapman, 13 oy davomida bulbulni topish mumkin. Bu noto'g'ri. Bu plyusimiz emas, hurmatli do'stlar. Bulbulni yilni istagan mavsumida tuta olayotganimiz, topalayotganimiz bu bizning zo'rligimizdan emas, bu bizning kamchiligimiz, bu zaifligimizdan. Biz mavsumini bilishimiz kerak, shuni mo'tadilligini. Дорогие друзья, очень эмоциональный ролик у нас получается. То есть мы общаемся по поводу и птиц тоже, о ловле тоже, о кормлении. Вот сейчас о ловле, завтра Доньяр сказали, что вот сегодня у нас 5 июня, например, 24 год. Вот мы снимаем ролик. Но вот у нас и на сегодняшний день тоже на базаре вот очень множество соловьев. То есть они не в апреле пойманные, они вот на днях пойманные, свежие, и продают их. Вот говорят, на песне, классная песня, вот Переноски даже пела. И люди на это и идут, они клюют на это все. То есть вот на такие слова, как вот классная песня, вот сейчас поет. То есть вот очень-очень некрасивая ситуация создается. Определенное время в любом случае должно быть. Это не значит, что вот соловей эндемик Средней Центральной Азии, то его можно ловить, скажем, целый год или беспощадно уничтожать. Нет. То есть культура содержания в любом случае должна быть. Вот всегда культура должна быть на высоте. Это ведь эндемик. Если его уничтожить в Центральной Азии, тех соловьев, которые вот обитают у нас, вот зимуют они в Передней Азии, в Африке, вот если всю популяцию как бы забрать, то эта птица уже совсем исчезнет с Земли с планеты Земля. То есть вот такие очень моменты есть, но я бы с удовольствием еще часик пообщался бы, но Затылля, он заведует рестораном, у него очень множество дел, поэтому мы всегда считаемся с его временем. И вкратце сейчас я сниму пожелания наших друзей. Затылля. Men bilib turman, endi avvalo rahmat, shunchalik vaqt ajratdingiz. Bilaman, juda ko'p ishlaringiz. Darvoqe, Zatilla Toshkent shahri, Toshkent markazidagi Shashlik Somsa kafesida rahbar bo'lib ishlaydilar va shu kafeni juda chiroyli bir yashil burchaklarini, jonli burchaklarini paydo qilganlar. Qush ishqibozlari bemalol kelishlari mumkin, Zatilla. Darvoqe shu manzilni ham bitta eslatib yuborsangiz. Xo'p, eski Shastri chorrahasi deydi. Parkenskiy ko'cha bilan Mirzo Ulug'bek ko'chasini tutashgan joyda vrachlar malaka oshirish institutining shunday yonboshida. Shashlik Somsa kafesi. Har xil qushlar bor, Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlarining qushlari. Ya'ni mazali somsa, mazali shashliklardan bilan iste'mol qilib, o'sha joyi o'zida zo'r sayroqlarni ham eshitishlarim. Hozir ham rosa sayrab yotgandir qushlaringiz.
Izzatilla, Doniyor, kattakon rahmat. Endi qisqagina bir 2-3 daqiqa ichida, hozir 1 daqiqada tilaginglarni olsam-da, Izzatilla qisqagina xulosa yasasak, qisqagina. Xulosa birinchi ochlikda oladigan odam hachabi qushi hasharotxo'r yoki donxo'rligini bilib olsa, hasharot ham o'sha bozorda yoki o'sha sotiladigan joyda sotiladi. Hasharotxo'rligini bilgandan keyin iltimos shu hasharoti bilan olib birdan boqish kerak. Donxo'rga doni bilan o'zini o'sha yeydigan donini, ozuqasini. Ya'ni to'g'ri parvarishni o'rganib olib, keyin qushni olib parvarishlasanglar, bu o'zingizlar uchun foydali. Ovchilarga ham iltimos, ham talab deydi, nima deydi, ham do'stona maslahat, ozgina chegara bilishsa. Ozgina chegara. Doniyor akam aytgandek, hurmat qiladigan ovchilarimiz juda ko'p. Hurmat qilamiz ularni. 2 dona ushlab kelishadi yoki 1 dona ushlab keladi, o'sha modasiga qo'shilmaganini qayerdandir bir topib yoki baland tog'lardagi bitta ikkita olib kelishadi. Ularni juda hurmat qilamiz. Ya'ni o'sha aytgan mahallada to'xtatishadi. To'xtatgan ovchi haqiqiy ovchi. Bu keyinchalik olib chiqib sotayotganlar, ularga maslahatim, sotmanglar, sota oladigan odam sota olmanglar, bo'ldi. O'shanda hachabi qanaqadir bir tabiatga bir nimadir ko'mak bergan bo'lamiz. Tabiatda qanaqadir bo'lsa ham hissa qo'shgan bo'lamiz. Shuni iltimos qilardim. Doniyor, sizni qisqagina fikringiz? O'sha ko'pincha yangi ishqibozlar bozorga tushganida yangi tutib olib chiqilgan qushlar bo'ladi o'zi. Iloji bo'lsa, ana yuvoshiga uchish kerak emas. U masalan bitta qonoqda o'tiradi, qimillamay ko'rgan odam yuvosh ekan deydi, o'shani boqqisi keladi. Aslida o'zi u stressda o'tirgan bo'ladi. Ya'ni bir xil qushlar bir kun oldin tutilgan. Ya'ni shanba kuni bozorga chiqqan bo'lsa, juma kuni tutilgan. U qafasda masalan harakatsiz o'tiradi. Yangi ishqiboz ko'radi yoki ovchi aytadi, mana yuvosh sanga deydi. Ishqiboz bo'lib oladi. U stressda bo'ladi. U qush u dalshi qush qurt yeb ketadimi, yeb ketmaydimi, u ham ikkinchi anaqa masalada. Yeb ketmasa bo'ladi. Yeb ketsa ham yaxshi tomonga o'zgaradi-yu, lekin xarakteri keyin o'zi 2-3 kunda o'zini ko'rsatadi-da qush yovvoyiligini. O'zini uradi, tumshug'ini uradi. U odam ham olgan odam yuvosh ekan deydi, ustini ochib qo'yadi, masalan, oddiy temir qapas solib qo'yadi, nimaga soladi. U 1-2 kunda o'ziga kelgandan keyin o'zini urib, masalan, dabdala qiladi-da. Iloji bo'lsa, qush olganda harakatchanini olish kerak, aktiv qush olish kerak iloji boricha. O'shanda u yuvoshlashi vaqt sari o'zi o'zgaradi u tomonga-yu, lekin o'sha aktiv qush ham yaxshi sayraydi, masalan. Ya'ni immuniteti baland bo'ladi. Sal narsaga kasal bo'lavermaydi, masalan-da. Tetiklik muhim. Tetiklik aniq, ha. Ozgina babi inson bilan qush rassiyani saqlagani yaxshi. Ozgina. Mana masalan, menda pashti bitta ikkita yuvosh ruchnoy qushlar bor, asosan hammasi masofa saqlaydi. Bir 1 metr bu yoqda tursam sayraveradi. O'sha 1 metrdan bu yoqqa o'tdim, o'sha harakat boshlanadi-da. O'sha chegaradan o'tdingiz, o'zini ko'rsatadi, ya'ni. O'sha kerak. Glavniysi o'sha kerak. Shu narsalarga e'tibor bersa, iloji boricha. Endi o'sha Izzatillaga ham aytganlaridek, bozorga tushib qush olishadi, hamma ozuqasi bor. Masalan, sirazi olish kerak. Sirazi o'sha narsani uyga olib kelib, keyin gruppadan so'rab, masalan, даже bozorlarda ham yursa, qushdan yaxshi xabari bor, o'qiti bor, bilimi borlar ko'p, masalan, topsa bo'ladi. Bu kun ushlab so'raganni aybi yo'q-da, so'rash kerak uch. So'ragan yaxshi. Рахмат, Доньяр. Иzzatilla, вот я сейчас два наших собеседника, друга, они вкратце сказали вот слова по поводу меры, да, вот это очень важный аспект, именно соблюдение меры, вот без меры никак, то есть и в содержании, и в ловле, и во всем, и в сладостях, и в другом, в любом случае должна быть мера, и вот эту меру мы не должны нарушать. Кстати, для больших любителей птиц я продублирую. Izzatilla большой ресторатор, у него свое кафе, шашлик Сомса называется. Шашлик это понятно, шашлык, Сомса это понятно, самса. И вот там очень замечательные блюда, но
кроме блюд, у него очень интересные птицы из Юго-Восточной Азии, экзоты, и в основном он содержит в первую очередь их для вокала. То есть вы можете приехать в кафе, прямо это в центре города, Шастри, да? Перекресток Шастри. Да, перекресток Шастри, это остановочка от метро Максим Горький, и Бюйк-Ипак Yo'li от метро, очень близко там кафе Бек, вот прям линия вот эта идет, там шашлик Сомса, это 7.24, да? Да, в режиме 7.24, то есть круглосуточно. У него классная самса, классный шашлык. Кстати, барашки у него прям горные, да, вот это все у него сочно, классно. Он человек натурель, он очень любит натурально все делать. Очень вкусно у него там. И непосредственно вы можете позавтракать, пообедать, поужинать и непосредственно послушать птиц, да. Вот на сегодняшний день, в июне они заливаются, наверное, да? Да, там у нас климат-контроль есть, стоит специальный. Увлажняет все, вот воздух. И 24-25 градусов держится, и это для птиц очень хорошо. И поэтому они, и соловьи сами мы знаем, да, что они в тени, где прохлада, там классно заливают, классно поют. Я также постарался, что вот создать такое условие, чтобы птицы дольше пели. Вот. И любой человек может приходить, не только кто птицами увлекается, пожалуйста. Я часто видел, добро что пожаловать. люди именно вот с детьми, да, они поднимают детей, смотрят, Да, наблюдают. да, Очень интересно там. Да, То да. есть зооуголок как бы получается, да? Любой человек может также приходить. Всегда мы рады. Советуем. Да, кстати, да, можете приехать, пообщаться с Izzatilla, что-то спросить у него, послушать птиц. Mana bemalol Izzatillani oldilariga borsanglar ham bo'ladi. Mana o'sha kafeda 7:24 rejimida ishlaydi kafe. Juda mazali taomlar bilan taomlanasizlar. Yonida diyet kafelar ham bor, parhez taomlar. Xullas bir jahon taassurot olishinglar mumkin. Endi qisqagina Doniyor qushchalaringizni ham shundoq o'tamiz a qischa. Да, один из интереснейших моментов. Вот. Теперь вот коллекцию без этого мы никак. Tomosha qilamiz Doniyor. Mana shu tepadan boshlaymiz a. Mikrofonchikimizni. Ushlab oldik mana. Darvoqe mikrofonni Saramonik olishimizga Xurshid ismli do'stimiz sababchi. Saramonik do'konlari bor. Xurshid ko'rayotgan bo'lsalar rahmat. Xo'p. Mana shu ham baribir masofada ushlab turibdi-da, Doniyor. Baribir bor. Chujoy biladi-da, mendan qo'rqmaydi. Hali biz bu xonadonga begona bo'ldik deydi. Bu Seornis banyumasi-da. Banyumasi. Mana bu Janubiy Sharqiy Osiyo mamlakatlarining eng zo'r sayroqlaridan biri. Seornis banyumas. Один из очень сильных певцов Юго-Восточной Азии. Bu eng ko'p uchraydigan mamlakat qaysi, Doniyor? Indoneziya. Aha. Buni sayrab turgan videolari bormi? Bor. Videolari ishqib yonmasidan olingan, YouTube bob qilib. Tikka olingan. Tikkami? Mayli, harakat qilamiz joylashga. Sayrog'ini agar Doniyor bersalar yaxshi sifatda. Zo'r qushlardan. Bu Seyshel bu. Bu Seyshel. Bu qapasni ham ko'tarib ko'rsatasiz? Yo'q, buni ko'taraman. Qo'shilib ko'tarish kerak. Menimcha bemalol 3 qavatda olsangiz kerak. Doniyor oxirgi payt zalda ancha faollar. Xo'p, bu Seyshel shamasi deydimi? Seyshel shamasi. Seyshelsskaya shama. Seyshel orollarida bu yerda. Sayrog'i zo'r-a buni ham. Sayrog'i zo'r. Asosan o'sha naysimon. Endi mana bitta tomonini aytib o'taman. Bir xil bizada mana Sarochini qorasi bor. Aha. U Java degan oroli bor. Bu o'sha yerda uchraydi. Bu kichkina ekan. Buni qorasi bor. Ko'kragi qora, dumini tegi o'sha oq bo'ladi. Aha. Endi bunga nisbatan maydaroq bo'ladi. O'shani ko'pchilik Seyshel deb o'ylaydi-da. Endi u eskidan o'sha Seyshel deb sotilgan boshida endi o'sha qolib ketgan. Lekin u Seyshel emas. U Sarochini padvida hisoblanadi. Mana shuni qorasi bor. Dumida oqi bor, ha. Mana o'shani ajratib olish kerak. Sayroqda ham farq bor. Bunda xushtaysimon, bunda naysimon. Mana bu hozir mana kadrimizda turgan xushtaksimon, mana bunday ishlagan bo'ladi. Mana qo'noqqa kelarmikan? Tiniqroq ko'rinish uchun.
Lekin tasvirni turka formatida olyapmiz. Bilmadim, yaxshi ko'rinish kerak menimcha. Haqiqiysi mana Haqiqiy toza qon bu, a? toza qoni Toza shu, mana Seychell toza qon. O чистокровный qora, mana Seychell. oq pati bo'lmaydi, qanotidan boshqa. Oq pati bo'lmaydi. Sayrog'ida ham farq bor. Ancha farq bor. Aha. Ana bu o'shani ko'pchilik adashtiradi, Seychell deb o'ylaydi. Ani qorasi bor, dumida oqi bor. U o'sha padvid hisoblanadi, sarochina. Bu pastiga u o'tgan yil bor edi bu qushimiz. Bor. Mana shu ikkalovi bor-da faqat o'tgan yilgidan. Bu Afrika qushi. Cichladusa gutata. Afrikanskая птица, keniyskiy утренний дрозд. Eng ovozdor qushlardan, menimcha xonadoningizda eng baland shu sayrida. Shunaqa, mana shu ikkalovi. Buni ham ovozi baland. Seychell tozasini ham ovozi baland. Juda baland ovoz. Afrika qushi, darvoqe Doniyorning rejasi shu qushni uy sharoitida ko'paytirish. Xudo xolasa buni uddalashiga ishonamiz. Bu nara Doniyor? Bu nar. Lekin nar moda ko'rinishidan bilinmaydi, bular. Ko'rinishidan. Moda ham sayriydi. Modasi ham sayriydi, lekin modada unaqa azart bo'lmaydi-da. Ana o'rta miyoni, o'rta ovozda sayriydi ko'proq. Haddan tashqari Bir baland. avjiga chiqadi u dona masalan. Nima deydi? Alohida. Bu ulab sayriydi, uni farqlasa Bu bo'ladi. endi pastiga oddiy shama. Indoneziyani yovvoyi diki shamasi. Copsychus malabaricus. Ana Belopaysiy masofani shidroz buzgandan keyin уже keyin biza barib beganamizda. ha. Qo'nola ham juda qiziq ekan-a, Doniyor. Burama qo'nola. Ha, gajay tut deydimi? Ilon tutmi? Shunaqa deydi. Qo'nola. Bu tepadagi Sikatan rimba. Ha, jungloviy muxalovka deydi. Очень приятно. Olivkoviy muxalovka desa ham bo'ladi. O'zi rangi zaytun rangidan ekan-a. Juda chiroyli bu qush ham ovozi. Bu ham ruchloy mana chujoyi qilyapti-da o'zi. Mana shu qushlarga albatta yumshoq qanotli ozuqalar kerak. Ya'ni faqatgina kepek qurti va Yevropa ozuqasi emas, yumshoq qanotlilar kerak bu qushlar. Bu Hofiz bulbuli yonidagi. Janub bulbuli, janub. Bu janub bulbuli. Yaqinda kelgan. Darvoqe janub bulbuli. Вот южный соловей. Он заметно мельче хафиза. Mayda. Uchta haqiqiy turidan eng maydasi-da. Да, среди вот восточного, если сравнить хафиза и южака, среди них он вроде самый маленький и самый рыженький. Yangi qush, lekin mana xarakteri yomon emas, yangi qush uchun. Me'yorda. Yaxshi, juda urinchoq emas. Mana shu hovlida yursam ham masalan sayraveradi-da. Kadrlarimizni zatirlar olyaptilar, zatirlarga ishoraman. Yaxshi oladilar. Bu kardinal, Doniyor? Kardinal. Virgin kardinali deydi. Virginskiy. Buni o'zi vatani AQShmi? AQSh. Родина Америка. Северным соловьем вроде его еще называют. Virginskiy kardinal. Yagona donxo'r. Uyda don yeydigan. Bu ham qurt yeydi, baribir hasharot yeydi. Kapalaklar ham yeyapti, beryapman. Zerno тоже ему дается. Sayrog'i bor o'ziga xos, Chiroyli sayroqlar Paftor bilan. Ertalablari yaxshi sayraydi. Qushlarga qo'shilib. Bu mana bu oddiy shama, bu oq boshlik, Bu oq boshli. Bu белошапочная вот эта shama. Bu kichkina xivamay. Buni ham zo'r sayratasiz, Doniyor? Buni mikrofon mini xivamay. Filarium argyventre или shekilli, menimcha lotincha nomi. Mikrofondan cho'choq. Bunda mikrofon ham shart emas. Yaqin
Ha? Ha, bu xarakteri zo'r. Ma'mula sayrat kadrga. Olinmayotgan qushlar sayrat. Ha, bular baribir cho'chitadi, ozgina mikrofon harakat turadi. Hurmatli do'stlar, ancha sayr qildik, maza qildik. Bo'lmasa unaqa katta joy emas, lekin shu joyning o'zida bir dunyo taassurotlar. Doniyor, rahmat sizga kattakon taklif qilganingiz uchun. Umringiz ziyoda bo'lsa, rahmat kattakon. Izzatillaga ham tashakkur bildiramiz. Tasvirlarga ovottila Izzatilla. Mushuvchi ham yotibdi, dam olib. Дорогие друзья, надеюсь, этот ролик был полезным и интересным. Всех благодарим за внимание. Отдельная благодарность Доньору, Иzzatilla посодействовали снять этот ролик. В общем, и птицам спасибо большое, особенно Минихваме порадовал. То есть ему без разницы, микрофон там или нет его. То есть очень хорошая птица, хороший экземпляр. Вообще все отборные птицы, для того, чтобы прийти именно к этим птицам, Доньор очень долго наблюдал за ними, искал свой вкус и все-таки вот нашел его. И мы не останавливаемся, то есть жизнь продолжается, как бы развиваемся, совершенствуем. Всем приятного, удачного дня, крепкого здоровья. Hammaga mustahkam sihat tilaymiz. Loyihamiz ozgina bo'lsa-da foyda keltirgan bo'lsa, o'zimizni benihoya shod sanaymiz. Bu go'zal tasvirlar, yoqimli ovozlar bilan kuningiz yanada bezarsin. Omon bo'ling do'stlar.